Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana Surxondaryo viloyati Uzun tumani Qarashiq mahallasiga video syomka qilyapmiz. Bu syomkamizdan maqsad oshpaz G'ayrat akamizni oshxonasiga kelganmiz. Hozir qisqacha ko'rsatishga harakat qilamiz. Xullas bu yerda tandir go'shti deysizmi, tovuq go'shti deysizmi, manti, xullas har xil taomlar bor ekan. Hozir qisqacha G'ayrat akamiz o'zidan nima deydi, bir suhbatini olishga harakat qilamiz. Marhamat, tomosha qilinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Qisqacha bir tushuncha berib o'tsangiz, salovingizda nimalar bo'lyapti, nimalar pishiryapsiz, xudo xolasa, nimalar zakaz qilsa, nimalar qilib berasiz? Salovimizga mana tovuq tandirlarimiz bor, qo'y tandirlarimiz bor, somsalarimiz bor, mantilarimiz bor. 24 soat ishlaymiz, haftaga dam olish yo'q. Bez va xatnoy. Bez va xatnoy. Kechasi bo'lsa ham, kunduzi bo'lsa ham xizmatga tayyormiz. Kechalari mahsulotlarimiz sifatli, yeb ko'rib o'zlaring yana baho berasizlar kelgandan keyin. Hozir ho'kiz go'shtidan qilinadi doimiy. Yo'q, unaqa go'shtlardan emas. To'ylarga tovuq tandirlar, qo'ylar, zakaz bo'lsa zakazda ham qilib beraveramiz. Chiroyli qilib. Chiroyli qilib. Oldindan zakaz qilish kerak. Oldinroq aytib qo'ysa, kelishilgan holda qilib beraveramiz arzonroq qilib. Dastavkalar qanday bo'ladi? Dastavka bormi? Dastavka shu 3 kilometrgacha bor. Undan ziyodiga ilojimiz yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, bu G'ayrat akamizni Salovoyning manziliga keladiganmiz. Surxondaryo viloyati Uzun tumani Qarashiq mahallasi. Uzun shaharchasiga kirib kelganimizda mana bu yerda hozir mahalla idorasi bo'lgan, oldin selsavет bo'lgan. Shuni ro'parasida ko'ryapsizlar, sentralniy avtoketani ro'parasiga joylashgan. Qiziqqanlar uchun shu videoni telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Что за небо без луны на востоке, что за жизнь без чайханы. Тесно, чайхана, ты чудо-рай, чтобы песня стала песней, с нами вместе напевай. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana G'ayrat akamizning somsasi, nima deydi, xamiriga ham e'tibor qilamiz, qarang yupqaliga, ham go'shti ishonarli, ho'kizni go'shti. Yumshoqligiga qoyil qoldim deb, yumshoqni mazza qilasiz ekan, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mana asfalt ko'chani bo'yida joylashgan ekan. Mana G'ayrat akamiz o'zi, G'ayrat aka qo'lingizdan ko'rmasin ekan. Mazza bo'pti lekin. На востоке, что за жизнь